Bu fasondagi darvozamiz aynan shunday yomg'irli ob-havoda ham o'zida suv o'rnamasligi bilan ajralib turadi. E'tiboringiz markazida high-tech dizayndagi politsiyali darvozamiz bugungi manzilimiz Namangan shahriga bo'ldi. Darvozamiz razmeri eniga 3.35, balandligi 3.10 bo'lgan. Bunga qo'shimcha ikkita yoni bo'yi 8 sent, balandligi 22 sm admirachga qo'shib berganmiz. Darvozamizning eng qiziq jihatlaridan biri darvozamiz orqa oldi bir xil holatda ishlangan. Juda ham shunda yomg'irli ob-havo uchun ham ideal tanlov. Sababi darvozaga suv o'rnamaydi, full holatda tushib ketadigan bo'lgan. Kraskamiz GK ekranga, qora GBO ni kombinatsiya holatda ishlaganmiz. Darvozamizga ham chiroyli o'ziga yarashgan holatda toplanib qilib berganmiz. Darvozamiz to'liq 2 qavatli variantda yasalgan, 100% shumkali bo'lgan holatda. Darvozani uzoq yil xizmat qilsin deganlar uchun bu juda ham ideal tanlov bo'ladi. Darvozamiz haqida egalarning fikrlarini so'rab qolamiz. Darvozamiz yoqdimi?